Ana Andijonlik og'ayning oti nima edi? Azizmidi? Qomat Aziz. Xullas-da, jafir qilardi, sinish tugulmash parchalanib ketibdi-yu. Qatdan eshitdingsan bunaqa gap? Eshitdim-da. Ha oshna, Ishlaring yaxshimi? tuzingmisan? Tez Toshkentga kelgin. Bo'ldi oshna ketyapman. Ishqilib men haqimda hech nima bilmagan bo'lsin-da. Oshna, assalomu alaykum. Mashinang qani? Tezki deganingga samolyotda keldim-da. Ha, yaxshi. Bu hali remont. Ketdingsanmi? Joyga o'tib kelamiz. Oldimga yasan-tusan qilib kelib olib, tiling bilan hammasi yaxshi deganing bilan men seni ko'zingdan bilib olaman, ahvoling qanaqaligi. O'rta, uni buni qo'y. Mana qara, chang bosib ketibdi. Mashina mashinani senga deb olib qo'ygan edim. Toshkentga kelganingda bir surpriz qilib bermoqchi edim. Shu bugunga nasib qilgan ekan. Yo, oshna, buni ololmayman oshna. Olasan, olishga majbursan. Orqangdan gapirib yurgan shakarlarni tilni qisib qo'yish uchun ham iminda mashinani vodiyga haydaysan. Qaddingni ko'tar, oldingda bizdagi do'stlar bor. Sen bilan hali ko'p ishlar qilishimiz kerak.